Arab yigitdan so'rdi: qay makon, qay eldansiz? Kechiring, men ojizni, qay vatandan kelgansiz? Yigit boshladi so'zin: arabdan uzmay ko'zim, diyorim ta'riflasam, tilim ojiz, so'zlar kam. Mening elim mustaqil, insonlari do'st, ahil, qo'l duvoda bobolar, shukronada momonlar. Elimdir quyoshli yurt, ariqlarda suv zilol, insonlari mehmon do'st, har uy oldidir gulzor. Mevalar shirin shakar, tilni yorar qovun tarvuzlar, or deb jon berar ellar. Daraxtda qushlar sayrar, tinglab tanangiz yayrar. Arab dedi: bas shoshmang, men so'rdim diyoringiz, nechun menga jannatdan buncha ta'rif berdingiz? Yigit dedi: Guliston, vatanim O'zbekiston, men senga